Hürmetli dostlar, yaxşımısınlar? Bizning naqshimizni notda ochilishini o'rganib olaylik. Oldi bilan notga qarab birinchi jumlani o'qiymiz ya. La shi rey rey mi rey shi rey 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 so mi so rey. Mana shu bir jumla bo'ladi. Endi buni 3 qitim haqiqatan hozir o'qaylik. Sizlar qancha jiq o'qisangiz shuncha yaxshi ya. La shi rey rey mi rey shi rey 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 so mi so rey. İkinci qitim. La shi rey rey mi rey shi rey 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 so mi so rey. Üçüncü qitim. La shi rey rey mi rey shi rey 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 so mi so rey. Endi buni bir chatdan duttada çelish va bir chatdan og'zaki o'qish mashqini qilamiz. Chelishdan burun buningdagi qo'l urishlarini ko'rsatib qo'yay. La shi ost usti. Rey rey mi rey shi. Rey rey rey. Rey rey so mi so rey. Endi bu yerda tutash belgisi var bu bir cümlede. Tutash mavozlar. Mesela rey rey mi rey shi. Bu yerdagi rey rey mi'ga biz bir urush ishlatib aytamiz, tutashtirilib o'tganlik uchun. P'da rey mi bo'laverdi. Endi rey rey so mi so rey mi yerdagi rey so mi so deb yana. Yana o'xshash bir urush. Rey rey so. Rey pastga, rey so ustiga. Mi so rey. Rey rey so mi so rey. Endi mana shu bir jumlani bir başdan chipdan o'qiymiz. La shi rey rey mi rey shi rey 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 so mi so rey. İkinci qitim. La shi rey rey mi rey shi rey 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 so mi so rey. Üçüncü qitim. La shi rey rey mi rey shi rey 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 so mi so rey. Notanın ustidagi barmoq yezilgan yerlar, masalan 4-chi barmoqlarga yezib qo'ydik. Birinchi barmoqdan boshqa barmoq hammasiga yezib qo'ydik. Faqat yazmagan yerlar hammasi birinchi barmoqda keladi. Endi buni o'qimay chelishni mashq qilaylik. Şu bir cümlenin içindeki çelish texnikalari qarab boqaylik. Hozir biz oddiy holatda bir qur o'rganib oldik. Endi bu bo'g'ib olamiz lavlashini. Mana serib tushimiz. Rayni bo'g'maymiz. Bunda tutib shiga Manda çıksa qo'polib qoladi. Serib chiqsa chiroyli chiqadi. Qo'limiz rayda turgan titirsin. Titirgan bilan titirmaga o'xshamaydi. Biri notula o'xshash. Endi shu bo'yicha 3 qitim chalaylik.
Endi birinchi jumla tugadi, ikkinchi jumla.